Assalomu alaykum. Aylanay dasturining yana bir soni efirda va biz Adori Lamash to'y liboslari galereyasi hamda Andash go'zallik saloni xodimlari ko'magida yuragi hayajonga, qalbi bir olam orzuga to'la bo'lgan yana bir kelinchagimizga to'yga tayyorgarlik ishlarida yordamlashamiz. Ko'rsatuv homiysi Adori Lamash to'y liboslari galereyasi. Ko'rsatuv homiysi Andash go'zallik saloni. Assalomu alaykum. Mening ismim Oripova Nigora, yoshim 23 da. Onajonim yoshligimizda har xil qilib sochlarimizni turmaklab qo'yganliklari uchun sartaroshlik kasbiga o'zgacha mehrim tushgan. Singillarimni, o'zimni sochlarimni har xil qilib turmaklaganimda o'zim ham juda ham quvonib ketaman. Ayniqsa o'zbek qizlarining sochlarini har xil qilib turmaklab, ularning xursandliklarini ko'rib, yanada shu kasbimni tanlaganimdan faxrlanib ketaman. Hozirgi kunda men stilist parikmaker bo'lib ishlayman. Har bir qizning bir orzusi bor. U ham bo'lsa to'y kuni chiroyli kelin bo'lish. Men ham shu bois Aylanay ko'rsatuviga murojaat qildim. O'ylaymanki, Aylanay ko'rsatuvi ijodkorlari meni yanada chiroyli, jozibali, latofatli kelin qiyofasiga keltirishadi. Mana, nihoyat qizimizning ko'zlari yonishiga sabab bo'lgan ikkita ko'ylak tanlandi. Bundan va albatta konsultantning libos haqidagi ma'lumotlaridan boxabar bo'lamiz. Menga ko'ylak juda ham yoqdi. Bejirimligi va nafisligi. Bir qarashda juda ham oddiy ko'rinadi, lekin shunisi bilan ham bu ko'ylak ajoyib va shohona. Xuddi men orzuyimdagi to'y libosi.
Qaymoq rangdagi libos juda ham nafis. Uning har bir elementi kelinchakning nozikligiga urg'u beradi. Ko'ylak yengil fatin matosidan tikilgan bo'lib, A harf shakliga ega. Korsetning tepasida matoning o'zidan bo'rtib chiqqan bezaklari mavjud. Ko'krak ostidan o'tgan tasma bo'lsa, band qilib yig'ilgan. Tasma tagidan ko'ylakning etagigacha to'rlardan ishlov berilgan. Bunday vertikal bezaklar har qanday kelinning ham bo'yini uzunroq qilib ko'rsatadi. Xuddi shunday applikatsiyalarni libosning orqasida ham ko'rishingiz mumkin. Shleyfli ko'ylak etagiga gir aylantirib to'rlar tikilgan. Aytish kerakki, bu so'nggi urfdagi to'y libosi har qanday kelinga ham yarashadi. To'y liboslarining chiroylisi va xunugi bo'lmaydi. Kelin ko'ylaklarining faqat turli uslubdagilari, har xil jussali kelinlarga yarashadiganlari bo'ladi. Ikkinchi ko'ylak ta'rifini va albatta qizimizning taassurotlarini eshitamiz. Bu ko'ylak juda ham yorqin va ko'zni oladigan ko'ylak ekan. Bu libosni ko'rishim bilan uni kiyishga qaror qildim va mutaxassislar uni hamma narsasini ko'ylakka moslab berishdi. Qo'limdagi bu aksessuar juda ham chiroyli. Men bunaqa aksessuarni hech qayerda ko'rmaganman. Ushbu kelin qiyofasi menga juda ham yoqdi. Libos yubka va korsetdan iborat. Yorqin libosimizning korseti bezaklarga boy. Korsetda katta-kichik toshlardan ajoyib naqshlar yaratilgan. Bel qismiga bo'lsa, bu toshlar sochib yuborilgan. Shunisi ahamiyatliki, ko'zni qamashtiruvchi toshlar birma-bir qo'lda tikib chiqilgan. Ko'ylak yubkasida toshlar ko'p ishlatilmagan. Yubkada fransuz setkasi ustiga gipyur parchalardan ishlov berilgan. Yubka ortiqcha toshlarsiz ham jimirlab yaltirab turadi. Buning siri shundaki, yubkaning ikkinchi qavati o'zgacha matodan tikilgan. Bu ajoyib libos billurdek tovlanib turadi. U o'zida mayin romantik uslubni va yorqin ekstravagant uslubni jamlagan. To'y libosi borasida bir to'xtamga kelib oldik. Biroq qarorimizni hali sizga oshkor qilmaymiz. Faqat go'zallik salonida ham hamroh bo'lishga taklif etamiz. Qizimizga atalgan kelin pardozi haqida bo'lsa, mutaxassisimiz so'zlab beradi. Har bir qiz o'zgacha go'zal. Kelinlik esa qizlarimizning bu chiroyini yanada oshiradi. Biz esa faqat bo'yoqlar yordamida bu go'zallikka urg'u beramiz. Nigoraxonning xohish-istaklariga ko'ra biz pardozda ko'proq pushti ranglarni ishlatadigan bo'ldik. To'q rangdagi upa yordamida biz ba'zi bir yuz qirralarini kichiklashtiramiz va mayinlashtiramiz. Yuzimizdagi eng nozik va himoyaga muhtoj teri lablarimiz terisi sanaladi. Lablarda yog' bezlari mavjud bo'lmagan bois, ularni doimo namlantirib turishimiz lozim bo'ladi. Lab terisidagi qurigan to'qimalardan qutulish, uni oziqlantirish va mayinlashtirishga bo'lsa, maxsus skrab yordam beradi. Bu skrabning ajoyibligi shundaki, uni uy sharoitida o'zimiz tayyorlaymiz. Buning uchun kerak bo'ladigan ilk mahsulot bu kokos yog'idir. U terini namlantiruvchi va oziqlantiruvchi yog' kislotalari hamda antioksidantlarga boy. Skrabimizning yana bir tarkibiy qismi
Bu ming dardga davo asal. U lab terisini tozalaydi hamda undagi jarohatlarning bitishiga yordam beradi. Yana bizga katta do'konlarda topish mumkin bo'lgan jigarrang shakar lozim bo'ladi. Jigarrang shakar zarrachalari u darajada qattiq bo'lmagani bois lab terisini shikastlamaydi, aksincha uni yanada yumshatadi. Biz tayyorlaydigan skrab faqat tabiiy mahsulotlardan tarkib topgani bois juda ham xavfsiz sanaladi. Faqatgina asalga allergiyasi bo'lgan ayollar mazkur skrabdan ehtiyot bo'lsalar bo'lgani. O'rtacha yumshoqlikdagi kokos yog'idan bir osh qoshiqda olib, xuddi shuncha asal bilan yaxshilab aralashtiramiz. Bir choy qoshiq jigarrang shakardan solib, yana aralashtiramiz. Buning natijasida jigarrang quyuq massa hosil bo'ladi. Skrabimizga suyuq kokos yog'idan kichkina qoshiqda qo'shib yuborishimiz uni ozroq bo'lsa-da yumshatadi. Skrabimiz tayyor. Demak, uni oldindan tozalab, spirt bilan artib qo'yilgan idishga, bankachaga solamiz. Skrabimizni 2 hafta mobaynida sovutgichda saqlashimiz mumkin. Uni sovutgichdan olib ishlatishdan avval 10-15 daqiqa xona haroratiga kelib olishini kuting. Barmog'ingizga skrabdan no'xatdekkina olib, lablaringizga aylana bo'ylab harakatlantirib surting. Birozdan so'ng iliq suvda yuvib tashlang. Natija sizni xursand qilishiga ishonamiz. Turmak qanchalik chiroyli bo'lmasin, u kelin libosi bilan bir xil uslubda bo'lmasa, bunday turmakda naf yo'q. Yaxlit obraz yaratish niyatida turmakni biz libosga moslaymiz. Shuning uchun turmak ham libosdek yorqin bo'ladi. Qizimizning sochlarini yig'amiz, bir tomonga atirgul yasaymiz va ajoyib o'ramlar tushirib qo'yamiz. Bugun biz sizga aralash turdagi sochlar parvarishi haqida so'zlab beramiz. Aralash turdagi sochlar deb ildizoldi qismi yog'li, uchlari esa quruq bo'lgan sochlarga aytiladi. Ularni parvarish qilish normal yog'li yoki quruq sochlar parvarishidan anchayin qiyin. Chunki bu sochlarning ildizini yog'li sochlarnikidek, uchlarini esa quruq sochlarnikidek parvarishlash darkor. Masalan, sochlarning ildiz qismiga yog'li sochlarga mo'ljallangan vositalarni, uchlarga esa vaqti bilan qariqiz moyini surtib turish lozim. Aralash turdagi sochlarga gigiyena vositalarini ehtiyotkorlik bilan tanlash darkor. Shampunni misol qilib oladigan bo'lsak, u bir vaqtning o'zida ham sochning yog'li ildizlari, ham quruq uch qismi parvarishiga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bu haqda shampun yorlig'ida yozib qo'yilgan bo'ladi. Bunday shampunlar mayin tozalovchi komponentlar hamda namlantiruvchi ingrediyentlarga ega bo'ladi. Konditsioner va balzamlarga keladigan bo'lsak, ularni faqat sochlarning uch qismiga ishlatishni tavsiya qilamiz. Yana sochlaringizning uchiga maxsus krem va niqoblar qilib turish, shuningdek vaqti bilan qirqib turish lozim. Aralash turdagi sochlarni tez yuvish kerak emas. Bunday sochlarni yuvayotganda iliq, mayin suvdan foydalanish lozim. Suvni yumshatish uchun esa uning har litriga bir choy qoshiqda olma sirkasidan solish kerak bo'ladi. Ko'rsatuv homiysi Adori Lamash to'y liboslari galereyasi. Ko'rsatuv homiysi Andash go'zallik saloni. Bugungi obrazni menga juda ham yoqdi. Kutganimdan ham a'lo darajada bo'ldi. Fursatdan foydalanib, obrazim ustida ishlagan barcha mutaxassislarga va aylana ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.
Aylanay dasturining bugungi sonini tasvirga tushirishda bizga Adori Lamash to'y liboslari galereyasi va Andash go'zallik saloni xodimlari ko'maklashishdi. Siz ham ishtirokchimizga aylanmoqchi bo'lsangiz, bizga maktub biting. Internetdagi manzilimiz Aylanay elektron pochta belgisi mtrk.uz. Aziz kelinchaklar, to'y kuni sizni jozibali tabassumingiz va baxtdan yorishgan chehrangiz bezab tursin. Yana uchrashguncha omon bo'ling.